Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana biz yana ish faoliyatimizni keng miqyosda boshladik. Konteynerlarimiz ko'rib turganingiz juda ham ko'p. Biz konteynerda sizga nimalar qilib beramiz, sizga yoritib o'tamiz. Konteynerimiz mana shunaqa holatda bo'ladi. O'qiganimizda hollar tekis, patologiya, diyorlari mana shu holatda bo'ladi. Bu holatdan biz sizga nima yasab beramiz? Siz nima zakaz qilsangiz o'shanga qarab chiroyli qilib beramiz. Hozir sizga klientimiz zakaz qilgan bir konteynerni yoritib o'tamiz. Orqa tarafdan qaraydigan bo'lsangiz, hozir ichkaridan ham ko'rsatamiz. Bu kanalizatsiya turbalar hammasi aristonlargacha qo'yilgan. Oldidan keladigan bo'lsak, bu konteynerimizga oldi tarafiga 3 ta plastmas rom qo'yib berganmiz. Yaxshisidan sifatli romlar. Eshigi rossiyskiy eshik. Yaxshi eshik bu ham, ikki tarafga metallik eshik. Kiradigan bo'lsak, o'rtada dushovoy kabinasi, bu razvolka kiyim yechib alishtiradigan xonasi. Bu xonaga kiradigan bo'lsak, bu xonaga nimalar qildik? O'rtaga stul qo'yib berdik. Bitta kuxniy nabor qo'yib berdik bunga. Budan bemalol ro'zg'orda foydalansa bo'ladi. Sovuq suv kommunikatsiyalari hammasi bor. Bu xonaga keladigan bo'lsak, bu xonamiz yotoqxonaga moslashdi. Bu xonaga keladigan bo'lsak, ikkitajli karvat qo'yib berdik. Yig'iladi hali bu yangi karvat. Shkafimizga keladigan bo'lsak, shkafimiz bunisi kiyim javoni uchun. Ruchkalar u yoqda qo'yilmagan, hali bu yuborishimiz uchun ruchkalar qo'yganmiz. Bunisi polkasi. Bu yoqda razvolka uchun qo'ygan shkafimiz ham xuddi shunaqa polkali shkaflar. Bu xonaga keladigan bo'lsak, bu xonamiz dushovoy kabina. Eshiklar bemalol ochiladi. Kirib kelishimizda bizda unitaz, hatto nasoslarigacha bor, suv nasos. Rakvinasi, dushovoy poddoni bor. Bovni firmalaridan foydalanganmiz. Bunda bemalol odam kelib, cho'milib, pardasini yopib qo'ysa, mahramli cho'milib olishadi. Kimga mana shunaqa konteynerlardan, mana shunaqa uylar, ofislar, yotoqxonalar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga aloqa qilsangiz, biz sizlarga sifatli, hamyonbop, tez qilib beramiz. Bizda mavjud to'lovlar narx, persisnay, yoki birjadan olish kerak bo'lsa, birjaga ham kirib sizlardan olib beramiz ishlaringizni. Yana sizga bir konteynerimiz ko'rsatib o'tamiz. Bu 6 metrlik konteynerimiz konservlargacha qo'yib berganmiz. Agar konservlar ustanovka desangiz, ustanovkalarni bitta beramiz. Bunda biz hozir o'zimiz uchun bir konteyner yasayapmiz. Bu idealli konteyner bu ham. Patologiya kelasiz, o'tiblinasiga 1000 vatta bilan sintofon qo'shib qo'yapmiz. Bu har tarafi panorama oyna bo'ladi. O yoqdan bu yoqdan oldidan kelgan hamma klientimiz ko'rib turadigan konteyner. Bu taraflarda ham konteynerlarimiz juda ham ko'p. Xohlasangiz pustoy holatda, xohlasangiz mana bunaqa yasalgan do'kon variantlari, mana bunaqa lavashxona yo biror narsalarga, ofislarga foydalanish uchun konteynerlarimiz, yotoqxonalarimiz hammasida mavjud. Bunimiz 12 metrlik konteynerimiz. Bu zakazga yasalgan konteyner. Bu streykalarga, yotoqxona uchun maxsus yasatildi. Bunga ishlatildi. Divoriga OSB fanera 09 lik, patologiya dekor plus, utublinasi 1000 vattada qilingan, derazalari plastmas romlardan qilingan, sifatli romlar. Razitkiy kilchatlari yetarli, bemalol foydalansangiz bo'ladi. Hatto shetlarigacha yig'ib qo'yganmiz buni. Bu tarafda yana boshqa konteynerlarimiz bor. Bu tarafda yana bitta zakazga yasalgan 12 metrlik konteynerimiz. Bunda ikkita xona, bitta dushovoy qilib berganmiz. Buni ham eshigi boya ko'rsatganimizda rossiyskiy eshiklar. Xonamiz 420 ga 220 lik xonalar. Ikkita xonasi xuddi shunaqa bo'lgan. Bu birinchi xonasi. Bunisi ikkinchi xonasi. Bunisi ham xuddi shunaqa 420 ga 220 bo'lgan poligilinonium, devorlar dekor plus, patologlari plastik. Bunga avtomatikalari hammasi yig'ilgan. Bunda xona ko'p bo'lgani sababli katta shit qo'yilgan. Bu bizning 3-xonamiz, ya'ni dush xonasi. Bunga qilib berganmiz 50 litrlik ariston, dush paddan va dush 70 litr. Pardasini hozir ustanovka qilamiz.
Bundan bemalol foydalansa bo'ladi. Kimga mana shunaqa konteynerlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga pastda nomerga aloqa qilinglar. Bizda Instagram, Facebook, Telegram, YouTube kanallaridan kuzatib borsangiz bo'ladi.